Qorabuloq Plazadan ajoyib yangilik. Endilikda yopiq, barcha sharoitlari ega ushbu dachamizni odam soniga qarab 2 million so'mdan boshlanadi. Bemalol oldindan bron qilib qo'yishingiz mumkin. Bu videoni ko'rgandan keyin bu dachaga kelmasanglar bo'lmaydi. Ikkita sharshara, bu tomonda yopiq basseyn. Undan tashqari arg'imchoqlari ham bor. Kelib bemalol romantikni mazza qilib dam olib ketsanglar bo'ladi. Mobodoga kechqurunga yotib qoladigan bo'lsanglar, ikkita kapsulalar mavjud. Kapsulamizning o'zida ham 8 kishidan 16 kishi bemalol dam olsa bo'ladi. Dachamizda ikkita tapchan mavjud. Bittasi ochiq, bittasi yopiq. Va bolajonlarimiz uchun PlayStation, tennis stol va bilyard stollari ham mavjud. Dachamizda Hazrati Bashir shifobaxsh buloq suvlaridan tortib kelishgan ekan. Buni bitta ichib ko'rsanglar, rostdan ham bergan pulingizga rozi bo'lasizlar. Bismillah. Dachamizda oshxonasini ham sharoitlarini zo'r qilib qo'yishdi. Xohlovchilar uchun qozon o'choq, xohlovchilar uchun gaz, rabochiy stol va xolodilnik. Bunaqa sharoit yana qayerda bor? Aynan Qorabuloq Plazada. Hamyonbop variant so'raganlar uchun ikkinchi korpusingizni ko'rsataman. Ko'rishdan oldin videoga bitta like bosib, ketgan vaqtingizga rozi bo'lasizlar. Bu yerda kirganingizdan ajoyib atmosfera va eng asosiysi 600 mingdan boshlab 1 million 200 minggacha o'zini alohida kravatlar mavjud. Eng asosiysi bu yerda o'zini shaxsiy basseynlari bor. Basseynlari daryodan suv sirkulyatsiya bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Juda ham zo'r, ajoyib atmosfera. Mobodo oilaviy yoki do'stlar davrasida yopiq zona so'raganlar uchun mana bu tomondan alohida yopiq zonaga o'tsanglar bo'ladi. Bu joyimiz VIP zona, Dubay deb ataladi. Yaqinroq kelsanglar birgalikda ko'ramiz. Bu yer sanuzel va dushlari. Dubayga xush kelibsizlar akalarim. Kelinglar, sizlarga zo'r variant topib qo'ydim. 1 million so'mga alohida 10 kishilik tapchan. Narigi tomonda oshxonalari. Oshxona o'zida stol, stullar, kuxonnilar va barbekyu zonalari qilingan. Turk atmosferasida mana bu yoqda bemalol o'tirib olib, choylarni ham ichishinglar mumkin. Televizor, konditsioner, xolodilnik hamma sharoitlarga ega. Mana bu yoqdan bemalol pastga tusha olib, hech kim sizga xalal bermaydi. Oilaviy maza qilib cho'g'ilib chiqishingiz ham mumkin. Vobshe gap bo'lishi mumkin emas. Bunaqa atmosfera, bunaqa sharoitga bergan pulingizga aniq rozi bo'lasizlar. Milliyligimizga ko'z tegmasin. Juda ham chiroyli atmosfera qilib qo'yishibdi. O'tov naqd 1 emas, 2 ta emas, 3 ta o'tov. Kelib bu joyda bir kuningizni o'tkazsangiz, mazza qilasiz. Qarang, juda ham chiroyli, zo'r atmosfera. Wi-Fi deysizmi, televizor, konditsioner, hamma sharoitlariga ega, topli pollarni ham qildirib qo'yishgan ekan. Qishchi kunida kelganingizda ham mazza qilib dam olib ketsanglar bo'ladi. Videoni sezon o'tib ketmasdan turib, dam olishni rejalashtirayotgan barcha yaqinlarga jo'natib qo'ysanglar bo'ladi. Qishin yozin Qorabuloq Plaza xizmatingizda.